Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Gaziz din kardeşlerim, assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hazır sizning bilan 31 iyul 2020 yıl Qozon shaharida izgi Qurban kunida Jumga kishida basib turamiz. Mana bu Qozon o'rtasida o'rnashgan Bratyev Petrayevich degan Qurban shalu markazida. Bu markaz bizning diniy nazoratiniki. Hem menda bugün bir necha yüz bosh sariq shalindi. Nechig aytirga bir kun avul yerinde bir yilni to'ydiradi. Shunga ko'ra biz shu barakatli kunlarda tirishamiz. Nishikda bo'lsa ko'brak xalqdan it jiyib qolirga, chunki o'zi bizning priyutda muhtojlarni oshatganda da bizning eng ko'p shig'im, eng bizga oqsha yog'idan og'ir mashaqqat keltira ul it masalasi, chunki birinchidan itsiz bir hazır oramdagi kishida oshamay, shunga ko'ra biz yaxshi etib it solamiz. Bizning kunga 10 kilogram shamasi it keta, ul endi o'zi bir 3000 so'm. Shunga ko'ra bizga oyina 300 kilogram, yılına 3 tonna yarım, 4 tonna it kerak. Allohga shukr, kimdir ishdan birilishini olib kela bizga, kimdir yortisin, kimdir butun to'shi bilan qoldira. Bir necha kishi bizga to'lisincha sıyırlar bo'lak etib qoldirdilar. Shunga ko'ra kim nindigina mana shu muhtojlarga shu izgi kunlarda sadaqa qilmasin, Alloh taolo birinchidan qabullardan qilsin, ikkinchidan bilasizmi, Alloh rizoligi uchun ishlasang, Alloh bir kim qarshida da ajatli qolmaydi. Shunga ko'ra Alloh ularning oilalarini, o'zlarini barakat bilan qaytarsa edi. Ham endi biz o'zimizning yoqdan bu amanatlarni qabul etib, inshaalloh ularni suvutqichlarga to'tirib, yil davrida saqlarmiz. Inshaalloh ham endi təmli rizqlar, qaynar rizqlar ravishida xalqqa yetkirimiz inshaalloh. Alloh taolaning rahmati yog'sin, Rabbim qabullardan qilsin, gunoh xatolarimizni kechirsin. Esan emin bo'ling'iz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.